Bundan bir muddat avval Buxoro shahar Cho'lpon ko'chasi 16/3 uyda yashovchilar o'z uylarining yonginasidagi noqonuniy qurilishdan shikoyat qilib dasturimizga murojaat yo'llashgan edi. Joyimiz juda ham tor, 8-9 qavatli qurilgan paytda tabiiy ofat bo'lgan taqdirda yer qimirlasa, hech qanday bizning ustimizga tushishi mumkin yoki pojarni qanday kiradi, umuman to'sib qo'yadi. Люди, которые нуждаются в услугах скорой помощи, здесь никак подъехать невозможно будет. Uy qursa ular kommunikatsiyalarni mana shu eski uylarga ulashga to'g'ri keladi. Bu quvurlarni agar ulasak ularning ish holati buziladi. O'rinli muammoga Buxoro shahar hokimligi mas'ullarining e'tiborini qaratganimizda noqonuniy qurilish to'xtatilishini, mazkur bo'sh maydonda esa hudud aholisi uchun zarur infratuzilma tashkil etilishini bildirishgan edi. Bugun odamlarning ushbu manzilda ko'p qavatli uy qurilishi haqidagi xavotiri aridi. Buxoro shahar hokimligi ruxsati bilan bu yerda Varkout manzili va bolalar maydonchasi tashkil etildi. Ushbu ezgu tashabbusdan ruhlangan odamlar esa maydoncha atrofida mo'jaz bog' yaratishmoqda. Zamon dasturiga murojaat qildik, sizlar keldingizlar, o'rganib chiqib, hokimiyatni ham jalb qildingizlar bu ishga. Xudoga shukr, ana hammasi bizning tarafga bo'lib, bolalar maydonchasi taq bo'ldi. Bolalarimiz o'ynashga joy yo'q edi. Ana Xudoga shukr, chiroyli qilib beryaptilar. Girdini endi daraxtlar ekamiz, gullar ekamiz. Ana bolalarimiz uyimizni yoniga o'ynab yurdi, ko'zimizni yoniga o'ynab yuradi. Boshqa joylarga borib o'tirardi, joy yo'q edi bu yerga o'ynashga. U domlarga o'ynab chiqib ketardi, orqasidan ota-onasi orqasidan yugurib yurardi. Ana Xudoga shukr o'zimizga bo'ldi endi, rahmat sizlarga. Bugun yurtimizda prezidentimiz tomonidan aholi murojaatlari bilan ishlashning yangicha samarali tizimi shakllantirildi. Ko'plab murojaatlar joyida ijobiy yechilishi barobarida vaqt va mablag' talab qiladigan muammolar ham bosqichma-bosqich hal etilib, odamlar roziligiga erishilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro. Rahmat. Sog' bo'ling.